Ayol kishini o'zingizga bo'ysundirmoqchimisiz, hurmatli erkaklar? Unda diqqat bilan eshiting. Hech qachon hech qaysi ayol qattiqqo'llik bilan, qattiq gap bilan, urush so'kish bilan, qo'pollik bilan, baqir-chaqir evaziga sizga bo'ysunmaydi. Hech qachon bu ishlar bilan ayolni o'zingizga bo'ysundira olmaysiz. Uraman, qo'rqitaman, qattiq gapiraman, so'kaman, shunda ayolim jim bo'lib qoladi, meni aytganimni qiladi deb xomtama bo'lmang, hurmatli erkaklar. Ayol kishi suvga o'xshaydi. Unga qancha sovuq munosabat qilsangiz, u shuncha muzlab boraveradi. Qancha sovuq munosabat qilsangiz, shuncha muzlab oxir oqibatda sizga zarar beradi. Muzni qo'lingizga ushlasangiz, qo'lingizni muzlatadi. Bag'ringizga bossangiz, bag'ringizni muzlatadi yoki kesib yuboradi. Og'zingizga solsangiz, tishingizni sindiradi yoki tilingizni kesib yuboradi. Qattiq muz bor-ku, ko'rgansiz-a? Aksincha, istalgan ayolni iliq so'z bilan, shirin so'z bilan, muloyimlik bilan eritib yuborish mumkin. Chunki shirin so'z ularga xuddi olov muzni eritgani kabi ularni eritib yuboradi. Shirin so'zingiz olovga o'xshaydi. Shirin munosabatingiz, iliq munosabatingiz olovga o'xshaydi va ularni eritib, badaningizga yoqadigan iliq suvga aylantiradi va shunda ayollar sizga to'la-to'kis bo'ysunadi. Ha, aytgancha, ehtiyot bo'ling. Ortiqcha shirin so'z ularni qaynatib yuborib, tag'in biror joyingizni kuydirib qo'ymasin.